Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga global mayl a'zolari katta assortimentda hozirgina kirib kelgan flagman modellarimizni inshaalloh birma-bir tanishtiramiz. Bizni kuzatishga davom etinglar. Har doim sizlarga internet smartfonlarni arzon narxlarda video qiladigan albatta bu global mayl a'zolar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, chegirmaga tayyormisizlar? Qo'limizdan kelgancha bugun sizlarga chegirma qilib beramiz. Kommentariyada juda ko'p odam yozadi. S23 Ultra'ni hozir $500 qo'ysa ham baribir qimmat ekan deysizlar. Lekin men sizlarga ashaddiy global mayl obunachilar uchun inshaalloh bugun qo'limdan kelgancha super chegirmada smartfonlar taklif qilaman. Hali O'zbekistonda ishlab yurmagan ideal holatda A- holatdagi smartfonlarimizni inshaalloh narxlar tanishish boshladim. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan smartfon deb qo'rqmay ayta olamiz. Bu albatta S24 Ultra hamda S23 Ultra smartfonlar bo'ladi. Xo'p, 200 megapikselli kamera, 12 ga 256 ideal holatdagi S24 Ultra smartfonimizni birorta nuqtasi yo'q. Narxi esa hurmatli obunachilar, albatta bu sizlar uchun $690 tashkil qiladi. Shunaqangi ideal holatda inshaalloh bemalol buyurtmayverasizlar. 23 ultralar bitta ko'rsating. 23 ultralarimiz ham katta assortimentda hamma rangidan kirib kelgan. Xo'p, bu smartfonlarni to'rt xil rangi bizda mavjud. Ko'p bitta yaqindan ko'rsating. Salafan holatda hurmatli obunachilar, bunaqasi hali ham bo'lmaydi. Hozirroq buyurtma beringlar. Chunki 23 ultraga juda ham so'rov ko'p. 4-5tasini xudo xolasa bugun ertalab chiqarishni boshlaymiz. Soatimiz ham xudo xolasa 1,5 bo'lib qolibdi. Xo'p, S23 Ultra smartfonimiz 200 megapikselli kamera, 12 ga 256 hamda 12 ga 512 talik bitta sim karta, bitta esim ishlataverasizlar. Smartfonlar shunaqangi ideal holatdaki, xuddi yangi mana. Yangi telefon olyapman deb his qilaverasizlar xudo xolasa. Xo'p, bu smartfonlarimiz sizlarga super chegirmada 4 xil rangini shunaqangi green qaranglar. Birorta nuqtasi yo'q ideal holatda. Hamda o'zimga eng yoqqan svetda S23 Ultra'ning oq ranglarini ham katta assortimentda bizda mavjud. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab 4 xil rangini buyurtma berishlari mumkin. Narxlari hurmatli obunachilar. Xo'p, 12 ga 256 taligini $530 ga, 12 ga 512 taligini esa $545 dan hozirroq buyurtma berib xarid qilishlari mumkin. Foydalanib qo'yinglar. Bunaqa super chegirmadagi narxlar albatta sizlar uchun. Xo'p, keyingi smartfonimiz Snapdragon 8 Gen 1 prosessor. Tevadagi salafanlari, tagdagi salafanlari olinmagan 12 ga 256 hamda 12 ga 512 talik S22 ultralarimizni A- qaranglar. Yaltirab turibdi. Tevadagi plyonkalari olinmagan. Bunaqasi hali ham bo'lmaydi. Foydalanib qolinglar. 4 xil rangini men sizlarga inshaalloh katta assortimentini taklif qilaman. Xo'p, bu smartfonlarimiz sizlarga super chegirmada B+ ichida bo'lsa, biror sal ko'rsatib shilingani bo'lsa $415 ga, A- birorta nuqtasi bo'lsa $430 ga qilib beramiz. Yashil, qora, bardoviy hamda oq 4 xil rangi katta assortimentda inshaalloh mavjud. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz Samsung tarixida eng qimmat sotilgan smartfon albatta bu S21 Ultra bo'ladi. Bu smartfonimiz $1900-2000 sotilgan vaqtida 12 operativka, 256 xotira, 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan Exynos 221 prosessorga ega bo'lgan bu smartfonlarimizni $350 dan xohlaganlarincha, xohlagan svetlaringdan xarid qilishlaring mumkin. Xo'p, bir dona Samsung tarixida birinchi bo'lib 100x yaqinlashtirgan S20 Ultra smartfonimiz kirib keldi. Holati mana A- ideal holatda 5000 mAh akkumulyator, 12 ga 256, narxi esa $305 tashkil qiladi. Keyingi smartfonimiz yangidek holatda birorta nuqtasi yo'q. S24 Plus smartfoni. 12 operativka, 256 xotirali, 4900 mAh akkumulyator. Snapdragon 8 Gen 3 prosessorga ega bo'lgan ideal holatdagi S24 Plus smartfonimizni $555 ga, 512 talik ham bizda mavjud. Men sizlarga buni $530 ga taklif qilaman. Inshaalloh smartfon bomba ideal holatda. Keyingi smartfonimiz S23 Plus smartfonlar. Snapdragon 8 Gen 2 prosessor. 8 ga 256 hamda 8 ga 512 talik 4700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan birorta nuqtasi yo'q. Ideal holatda bitta sim karta, bitta esim ishlataverasizlar. Bularning narxini sizlarga hurmatli obunachilar foydalanib qolinglar. Bunaqangi ideal holatdalarini $455 dan qilib berishga tayyormiz. Smartfon bomba inshaalloh. Albatta bu smartfonlarni Telegram, Instagram kanallarimizga ham o'zim joylab boraman. Bu kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.
Salafanlar olinmagan ideal holatda Snapdragon 8 Gen 1 protsessorga ega, 8 ga 256, 4500 mAh akkumulyatordan jihozlangan, qo'lda juda ham zo'r o'ynashadigan S22 Plus smartfonlarimiz narxi, hurmatli obunachilar, $320. Eng xadovoy green rangda. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz xo'p. Bittasi S24, hammasi S23 ekan, bunisi S23 ekan. Bu ranglari esa S23. Mana salafan holatda, hurmatli obunachilar. Bu ham kontaktli bo'lgan, ideal holatdagi Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, 8 ga 256 hamda 8 ga 512 taliklarni katta assortimentini ideal holatdagilarni sizlarga Global Mobile taqdim qiladi. Foydalanib qolinglar. Bunaqa narxlarda inshaalloh salafanlar olinmaganini topish ham juda ham qiyin. Xo'p, bu smartfonimiz sizlarga 8 ga 256 taliklarini, xo'p, 8 ga 256 taliklarni $355, 8 ga 512 talikni esa $375 qilib berishga tayyormiz. Tanlov o'zlaringda, tanlovlarga qarab bemalol zakaz beryapsizlar. Bu ham bahaybat bo'lgan 4800 mAh akkumulyatorga ega 8 ga 256 talik S21 Plus smartfonlarimizni $255 dan 3 xil rangi bizda mavjud. Tanlov o'zlaringda, buni ham tanlovlarga qarab xohlagan ranglaringni zakaz berishlaring mumkin. Bir dona Snapdragon 865 Plus protsessorga ega 12256 4500 mAh akkumulyatordan jihozlangan birorta nuqtasi yo'q S20 Plus smartfonimiz atiga bir dona kirib keldi. Narxi $235 ga. To'g'ri, aytishlarim mumkin, buni narxi tushmabdi deb. S20lar endi oldingidaqa kelgani yo'q. Xo'p, keyingisi eng xadovoy rangda S22 beji kontaktli bo'lgan smartfonlarimiz 8 ga 256 3900 3700 mAh akkumulyator, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 8 ga 256 talik. Narxi albatta bu sizlar uchun katta chegirmada $270 dan qilib berishga tayyormiz. Hammasi green rangda, eng xadovoy ranglari. Oxirida men sizlarga S24 beji smartfonda ikkalasi ham 256 talik, ikki xil rangda juda ham yoqimli bo'lgan, qo'lda ham zo'r o'ynashadi. Bilasizlar, korpuslar titanium bo'ladi. 8 ga 256 4000 mAh akkumulyatordan jihozlangan, bitta sim karta, bitta esim ishlataverasizlar. Snapdragon 8 Gen 3 protsessoriga ega bo'lgan bu smartfonimizni super chegirmada $465 dan qilib beramiz. Foydalanib qolinglar. $465 dan ideal holatdagi S24lar hali hech qayerda sotilgani yo'q. Bizni kuzatishda davom etinglar. Har doim sizlarga qo'limizdan kelgancha shunaqa chegirmadagi smartfonlarni taqdim qilamiz. Ro'za oylarini bir kun ham kamda qilmasdan tutishlarini Allohdan so'rab qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.